ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu bugungi kunimizni o'zi iroda qilgan ekan inshaalloh. Ba'zi bir mavzularda juma kunidagi darsda umumiy bir aytib ketganligimiz uchun uni bir xususiy ba'zi dalillarni keltirib tushuntirishligimizga umumiy odamlar to'planganligida bir shart-sharoit umumiy odamlarni tushunmay qolishliklari yoki vaqtni uzoq ketishligi sababli shu darsni uyushtirmagan edik. Inshaalloh bugundan mana dushanba kunlari Xudo xolasa Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan inshaalloh bir dars uyushtiramiz. Darsimizning birinchi mavzusini ixlos mavzusi qilib tanlamoqchiman. Chunki har bir amal zohirda qanday katta bo'lishligidan qat'iy nazar ko'rinishligi qanchalik bir hayrat omiz bo'lishligiga qaramasdan uning tagida ixlos bo'lmasa bu amal habat amaldir. Ammo ko'rinishlikda kichkina amal bo'lishligiga qaramasdan buning ostida ixlos bekinib yotsa bu amal Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqbul amaldir. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, islom dinidagi muhim asoslarning eng kattasi har bir qilinayotgan amalda, ya'ni ibodatlarda Alloh subhanahu va taologa ixlosni ro'yobga chiqarib vujudga keltirilishligi shart. Ixlosga zid bo'ladigan narsalardan tamomiy ehtiyot bo'lishlik shart. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar shunday degan ekanlarki, "Vadittu annahu law kana min al-fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'uda lit-tadris fi a'mal an-niyyat laysa illa fa innahu ma ata 'ala kathirin min an-nas illa min tadyi'i dhalik." Men xohlardimki fuqaho kishilarning ichida faqat odamlarga qilayotgan amallaridan nima maqsad ekanligini bildirib ta'lim beradigan alohida olimlar bo'lishligini xohlardim. Va niyat amallari haqida kishilarga darsga alohida xos kishilar o'tirishligini xohlardim. Chunki odamlarga kelgan hamma musibat shu ixlos sifatining yo'qotganliklaridan paydo bo'lgan ekan. Shuning uchun ham biz agarchi shu mavzudagi darsni davom ettirmasak ham birinchi darsimizni shundan boshlamoqchi bo'ldim. Qalb amali bu ixlos qalb amali. Inson buni ko'rsata olmaydi. Magar bu Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi bir sirdir. Amalning zohiri buni ko'rishligimiz mumkin, ammo ixlosni biz ko'ra olmaymiz. Amal qalbining muhimligi shu darajadaki, ahli sunnat va jamoa iymonni ta'riflashganlarki, iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Ba'zilar bunga yazidu bit ta'ati va yanqusu bil isyan qo'shib qo'yganlar. Iymon nima? Til bilan iqror bo'lishlik. Bu zohir bo'ladi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik. Bu ko'rinmaydi. Va amalun bil arkan. Shariat rukunlariga amal qilishlik.
Bu ham ko'rinadi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik mana bu ixlosdir. Mana shu qalb bilan ixlos topilishligi bilan mu'min bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan munofiq bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Biz shuni bilmoqligimiz kerak. Lekin til bilan iqror bo'lish va rukunlarga amal qilish, bun bilan munofiq bo'lsa, qalbida ixlos topilmasa, un bilan musulmonlar safida yashab, musulmonlarning qatorida yuraveradi. Shu qalbdagi e'tiqod ixlos topilmasligi bilan munofiq topilishligi bilan mu'minlik komilga aylanadi. Shuning uchun biz bu ixlos sifatiga har bir sohada e'tibor bermoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, bizni faqat dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din. Dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ma'mur bo'lishgandir. Din Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina amalni xolis qilishlikdir. Dinning ma'nosi bundan boshqa emasdir, birodarlar. Biz ixlosning yana bir tushunmoqligimiz uchun dunyodagi eng katta amallardan bittasi mukofotlar ilmni, shariat ilmini talab qilishlikka tayin qilingandir. Va shuning muqobilasida past amallardan bittasi amalning habata bo'lishligiga sabab bo'ladigan narsa it boqishlikdir. Man iqtana kalban faqad habita amaluhu. It kim boqsa, ya'ni bu cho'ponlarga mustasno. Ba'zi bir posbonlik qilishlik uchun baqilinishligi mustasno. Shuni havas, shunday hech qanday bir ma'nosiz shu itni boqadigan bo'lsa, amali habata bo'ladi degan so'zlar bor. It tekkan idishni 7 marta yuvib, 8-inchisida tuproq bilan yuvilishligi kerak. Shunda shu idish toza bo'ladi. Shariat ilmini o'rganishlik eng katta mukofot oladigan amaldir. Bovujud agar shu shariat ilmini o'rganishlikdagi insonda ixlos topilmasa, shun bilan Allohning rizosi talab qilinmasa, eng katta azobga sazovor bo'ladi. Shu it ro'barosidan chiqqan vaqtida, ya'ni 7 marta yuvib 8-inchisida tuproq bilan yuvilsa toza bo'ladigan it ro'baro bo'lgan vaqtda shuning chanqoqli holatda topib, ixlos bilan shuni halok bo'lishlikdan saqlanib qolishligiga sabab bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qiladi. Biz ixlosning qanchalik muhimligini bilib olishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarini keltirmoqchiman. Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullohi azza va jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfa al-jannah. Ya'ni rihaha yawm al-qiyamah. Agar Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni dunyodan bir matoga erishishlik uchun ilm o'rgansa, o'zi Allohning rizosi maqsad qilinib o'qilinishligi kerak edi. Shundan dunyoga erishaman deb, ya'ni bundan murod ba'zi bir dunyo ilmlari borki, bun bilan men dunyodagi kasbimni to'g'rilab olaman degan emas. Oxiratga taalluqli bo'lgan ilm, Allohning rizosigina talab qilinadigan ilmni dunyoga topmoqchi bo'lib, agar talab qilgan bo'lsa, maqsadi faqat oxirat ilmini dunyo topishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, jannatning bo'yini ham qiyomat kuni taniy olmaydi. Tatiy olmaydi. Topolmaydi. Jannatning bo'yi hidi 500 yillik masofadan kelib turadi. Minhaj-us sunnada
Mana bu hadis sharifni keltirganlar. Mana hammamizga ma'lumki, فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر له وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها. Shariatda zino bu qattiq gunoh. Shunday zino gunohini qilgan va shu gunohini qattiq gunohni qilgan vaqtda bu gunohni ma'lum bo'lsa, 4 ta guvoh bilan isbot bo'lsa, tosh bo'ron qilib o'ldiriladi. Bu maxfiy qolgan. Shu chanqoq kelib harsillab qolgan itni ko'rgandan keyin shu ayol shu suvni, uni oyoq kiyimini topib, o'zini oyoq kiyimida suv bilan sug'orib, shu itni chanqog'ini bosgan. Shu chanqog'ini bosishlik bilan, lekin shu xolis iymon bilan bo'lganligi uchun qalbida shu iymoni xolis bo'lganligi uchun gunohi kechirilgan. Bo'lmasam har bir zinokor itni sug'organ har bir balki insonni sug'organ har bir insonni gunohi mag'firat qilinmaydi. Biz ixlos qanchalik amallarda muhim ekanligini bildirmoqchimiz. Undan tashqari biz shuni muqobalasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dan rivoyat qilingan sahih hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Dunyoda bizning ko'z oldimizga Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 ta ulug' amalni olib kelyapti. Olib kelyaptilar-da, bu amalni qilgan kishilar bizning nazarimizda eng katta amal qilgan kishilar, lekin bu vujud do'zaxga tushganligini bizga ko'rsatib beryaptilar. Birinchi, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alayhi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta liqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Birinchi qiyomat kuni hukm qilinadigan kishilarning avvali shahid bo'lgan odam. Ya'ni ko'rinishda shahid bo'lgan. Biz uni shahid deymiz. Olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini unga tanittiradi. U ham taniydi. Senga ne'mat berdim, yo'qdan bor qildim, senga ko'p ne'matlar berdim deb tanitadi. Bu ne'matlarga banda iqror bo'lib tan oladi. Xo'p, buncha ne'matni olib nima hayotda qilding? Seni yo'lingda jang qildim, hattoki shahid bo'ldim deydi. Alloh subhanahu va taolo kazabta, bekor aytibsan, yolg'on so'zlabsan. Yolg'on so'zlading. Sen qahramon deyilishligi uchun jang qilgansan. Sen aytildi, mukofotingni olding, qahramon deyildi deb buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت لي قال عالم وقرأت القرآن لي قال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Mana ikkinchi kishi ilm o'rgangan, birovlarga o'rgatgan, Qur'on o'qigan, buni olib kelinadi. Biz eng ulug' kishi deymiz. Haqiqatda ko'rinishda ulug' odam. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni tanitadi. Bu ne'matni berdim, u ne'matni berdim va ilm berdim, ilmni ta'lim qilishlikni ham senga nasib qildim. Qur'on o'rganding, Qur'on o'rgatding. Bu tan olib bu ne'matlarni biladi. Nima qilding bu ne'matlarni mukofotiga? Ilm o'rgandim va o'rgatdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim deydi. Yolg'on so'zlading deydi Alloh taolo. Lekin olim deyishligi uchun sen ilm o'rganding, Qur'onni qori deb nom chiqarishlik uchun Qur'on o'qiding. Seni haqqingda bu mukofotlar aytildi hayotda deb uni buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن
ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال الجواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. İmam Müslim rivayetlerde keltirilgan. Üçüncü kishi Allah subhanahu va taolo unga vasi' davlat bergan. Turli mollardan bergan. Uni olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarini unga tanittiradi. Bu taniydi, biladi. Nima qilding bu ne'matlarning muqobalasiga? U aytadi, biror bir yo'l qo'ymadimki sen rozi bo'ladigan yo'llarni qo'ymasdan sarf qildim dedi. Birodarlar, bid'atga sarf qilgan emas, kufrga sarf qilgan emas, shirkka sarf qilgan emas, faqat Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan. Ammo shuni sahiy xotamtoy deyishlik uchun muruvvat qilgan. Biz bir avvalo Alloh yo'lida sarf qila olmayapmiz. Ana shunda sahiy deyilishligi uchun sen sarf qilding, odamlar seni nihoyatda sahiy deb maqtashdi. Mukofotni olgansan. Shu maqsadida olding, adolat bu ayni. Yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. Mana bu hadisdan biz o'zimizga xulosa chiqarib olamizki, ixlos bo'lmagan amal har qancha ko'rinishda katta bo'lishligidan qat'iy nazar u habata amaldir. Demak, har bir mo'min kishi o'zining qilayotgan amalini ko'rinishiga e'tibor berishlikdan ko'ra, to'g'ri, ko'rinishiga e'tibor beramiz. Nima to'g'risi kitobi sunnatga muvofiq bo'lishligida. Shu ishni Alloh buyurganmi yo'qmi? Bunga e'tibor berishligimiz shart. Lekin xuddi shunga e'tibor berganimizdan ko'ra ko'proq ixlos, ya'ni Allohning rizosini o'zini maqsad qilishlikka e'tibor bo'lmoqligi kerak. Ba'zi ulamolar ixlos nima? Xo'p, biz bilishligimiz kerak bo'lgan ixlos nima degan savolga ba'zilar ta'rif berishgan ekanlar. İfradul haqqi subhanahu bil qasd fi ta'a. İtoat qilinayotgan vaqtda Allohga itoat qilinayotganda faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zini qasd qilishlik. Ba'zilar yana buni kengroq tushunishlik uchun al-ixlos tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin. Ixlos maxluqlarning mulohazasidan qalbni tozalashlik degan ekanlar. Falonchi nima deydi degan narsalardan tamomiy qalbni toza qilib bunga o'rin bermaslik degan ekanlar. Ba'zilar muxlis kim? Al-muxlis huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubin nas min ajli salahi qalbihi ma'a Allah azza wa jalla wa la yuhibbu an yattali'a an-nas ala mafaqil adh-dharr min 'amalihi. Ixlos muxlis odam deb shuni aytamizki, odamlarning qalbida, birovlarning qalbida bo'lgan har bir qadr qiymat chiqib ketgan bo'lsa ham e'tiborga olmaydi. Mana bu haqiqiy muxlis odam degan ekan. Nimaga? O'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka shunday ovora bo'lganki, tamomiy qalbini o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka e'tibor bergan. Odamlarning amalidan kichkinalarni ham ko'rib qolishligini xohlamaydi. Mana bu ixlosdir mana. Biz ixlosni bilishligimiz uchun ba'zi bir uning aks bo'lgan amallarni ham bilsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Birinchi ixlosga zid bo'luvchi narsa riyodir. Riyo izhorul ibadati li qasdi ru'yatin nas. Odamlarni ko'rishligi maqsadida ibodatni ko'rsatishlikdir. Odamlar maqtasin deb ta'zim, maqtov, moyillik, haybat shularni maqsad qiladi. Mana bu riyodir. Shundan saqlanishlik ixlosdir. Ixlosning yana bir aksi sum'a. Odamlar shuni shunday deb eshitsin deb. Mana bu narsa sum'a, ya'ni bizning o'zbek tilida masalan odamlarning eshitishligini xohlasin. Buni lug'ati o'zbek tilida iste'mol qilinmaydi. Ya'ni xo'ja ko'rsin degan so'z bor, bu riyo. Xo'ja eshitsin deb qo'ysak, bu narsa sum'a bo'ladi. Abu Hamid al-G'azzoli rahimahulloh hikoya qilinadiki bu kishidan, bu kishiga shu xabar yetdiki, man akhlasa lillahi 40 yawman
تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه قال فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى. Abu Hamid al-G'azzoliy aytadilarki, menga shu xabar yetdiki, kim Alloh uchun 40 kun ixlos bilan ijtihod qilib amal qilsa, uning qalbidan tiliga hikmat chashmalari oqib chiqadi. Gapirgan so'zda hikmat bo'lib qoladi degan so'z yetdi. Men 40 kun qattiq o'zimni ustimda ishlab ixlos bilan amal qilib yurdimki, bu narsa menga hosil bo'lmadi dedilar. Shunda bu narsani ba'zi orifi billahlarga aytdimki, men shu narsani eshitgan edim, 40 kun shunga ijtihod qildim, ammo hikmat chashmalari qalbimdan tilimga chiqmadi deganlarda aytgan ekanlarki, sen hikmatni chiqishligi uchun harakat qilding, Alloh uchun harakat qilmading degan ekanlar. Shunchalik ixlos bo'lishi kerak. Ba'zi kishilar ixlosni hosil qilishlik uchun savol berilganda aytgan ekanlarki, birinchi ko'rinmaydigan ibodatlarni ko'p qilishlik. Maxfiy qilishlik, ko'p qilishlik bilan birga nihoyatda maxfiy qilishlik. Masalan, kechqurunda bedor bo'lish. Kim falonchi kechqurunda bedor desa, shunda uni aksini qilib bedor bo'lmaslik. Shu bedor bo'lganligingizni bildirmaslikka harakat qilishlik. Va sirriy sadaqotlar qilish. Hech kim bilmaydigan sirriy sadaqotlar qilish. Va xoli vaqtda Allohdan qo'rqib yig'lashlikdir. Mana bu narsa bilan kishida ixlos paydo bo'ladi. Umar al-Faruq radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Faman khalusat niyyatuhu fil haqq walau ala nafsihi kafahu Allohu ma baynahu wa baynan nas. Wa man tazayyana bima laysa fihi shanahu Allah." Kim niyyati haqda xolis bo'lsa, agarki o'zini zarariga bo'lsa ham xolis bo'lib ish qilsa, Alloh subhanahu va taolo un bilan odamlarning o'rtasiga kifoya qiladi. Bu odamlar bilan uni o'rtasidagi kelishmovchiliklarni o'zi o'nglab qo'yadi. Odamlar bilan o'zingizni o'nglashlikka harakat qiling, birodar. Bu qiyin narsa. Odamlarni 99 yil agar 100 yil umr berilsa, 99 yil bir kuni kam 100 yil xursand qilib, umringizni oxirgi kunida ko'nglini ola olmasangiz, shu kuni sizda xafa bo'ladi. Agar odamlar bilan o'zingizni o'rtangizni tuzatmoqchi bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taologa niyatingizni xolis qilmoqligingiz kerak. Agarki o'zingizni zararingizga bo'ladigan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo siz bilan odamlar o'rtasida kifoya qiladi. Ammo o'zingizda yo'q sifat bilan odamlarga ziynatli qilib ko'rsatsangiz, qiyomul laylda yo'g'siz, o'zingiz bir bedor kishiga o'xshatib, o'zingizni riyokor qilib ko'rsatadigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo ayblaydi. Shunda bir savol bo'ladiki, ba'zi bir amallarda bandani rioya qilishlik mumkinmi, yo'qmi? Misol qilib aytganimizda, imom namozga quloq qoqib birinchi rakatni o'qiyotganda oyoq tovushlarini eshitdi-yu, shularning rukuda birinchi rakatga yetib olishligi, xoh ikkinchi rakatga yetib olishligi uchun rukuda uzoqroq turib qolishligi, yo'inki shunga o'xshagan ba'zi bir ibodat ustida boshqalarga yordam berishlik uchun odamlarni rioya qilishlik ham riyo bo'ladimi, ixlosga zidmi, yo'qmi degan savol bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi bir amallarimiz borki, bu amallarimizda boshqa birodarlar ham ibodatda sof bo'lishligi uchun
yordam berishligimiz bo'lib qoladi, shuni rioya qilishlikka muhtojmiz shunda. Shu riyomi, shu ixlosga zidmi yo'qmi? Biz aytamizki yo'q deymiz. Bunga hujjat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, inni la adkhulu fi salati va ana uridu an utilaha fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi li bukaihi. Imom Buxoriy rivoyatlari. Men namozga kiraman dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Quloq qoqib namozga kiramanda namozni bir uzun o'qigim keladi. Bir uzun suralarni, uzun oyatlarni o'qib, bir o'qigim keladida, to'satdan go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Ya'ni bu hadis biz mavzudan chetga chiqsak ham ayollarning 5 vaqt namozga kelib turganligiga dalolat qiladi. Ya'ni go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Namozda emas u, go'dak bola. Ma'lum bir agar islomiy bir holat bo'lsa, jamoatga kelgan bolalik ayollarning shu go'dak bolalarni turadigan joyi bo'ladi, birodarlar. Shu bolani yig'isini eshitib qolaman. Namozimni uzun o'qimoqchi bo'lgan niyatimni buzamanda qisqa uzun oyatni o'qimasdan, uzun surani o'qimasdan qisqaroq qilaman. Nima uchun? Shu namozda turgan shu bolaning onasini, shu bolasining yig'isidan ko'p alamlanganligidan. Shuni rioya qilib namozni qisqa o'qiyman dedilar. Mana bu narsa shu namozga iqtido qilib turgan ayolning ibodatda xotirjamroq bo'lishligiga yordam bo'ladigan narsa bo'lsa, bu ixlosga zid bo'lmaydi, birodar. Ya'ni bundan biror bir kishi namozda turgan bo'lsa, bir ozgina muddat shu namozda, rukuda yetib olishlari va shunga o'xshagan yoyinki bomdod namozida uzunroq oyatlarni o'qish maqsadidan birinchi rakatga uzun o'qishligidan namozga kishilarning yetib kelishligini rioya qilishlik, bu ixlosga zid emas. Demak, ixlosga zid bo'lmagan amalni yaxshi bilib olishimiz kerak. Birodarlarimizni ibodatga yana ham ularga ibodat qilishliklariga imkoniyatda yordam berishligimiz bu ixlosga zid bo'lmaydi. Yana biz shuni ham bir esga olib o'tishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun ba'zi bir narsalarni Allohdan so'rash, bu hadislarning mazmunida borki, riyosatni so'ramaslik, xalqlar ustida peshvo bo'lishlikni Allohdan, ya'ni Allohdan so'rashlik emas, u shunga haris bo'lmaslik. La tahrisu alal imara fatakuna nadamatan yawmal qiyamah. Amirlikka haris bo'lmanglar, qiyomat kuni nadomat bo'ladi. Lekin Estaizu billah, Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Xudoyo, o'zimizni juftlarimizdan, farzandlarimizdan, avlodlarimizdan ko'zimiz xursand bo'ladigan ne'matingni bergin. Mo'min kishi oilasini qanday bo'lishligiga ko'zi xursand bo'ladi. Allohning hukmiga bo'ysunib yurganligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Farzandlarini qanday bo'lishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Farzandlari Allohning hukmiga bo'ysunishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolodan so'rayapmizki, Xudoyo ko'zimiz xursand bo'ladigan juftlar bergan va ko'zimiz xursand bo'ladigan zurriyotlar bergan. Va bizlarni o'zingdan qo'rqqan muttaqillarga imom peshvo qilgan. Peshvolikni so'rash muttaqillarga bo'lgan peshvo, muttaqin kim? Allohdan qo'rqqan kishilar, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarga peshvo bo'lishlikni Allohdan so'raydi deb Alloh o'zining yaxshi bandalarini maqtayapti. Fosiqlarga peshvo bo'lsangiz, siz qiyomatda bularning peshvosi bo'lganligi uchun javob berasiz agar amri ma'ruf nahiy munkar qilmasangiz. Muttaqillar atrofingizda yig'ilgan agar muttaqin kishilar bo'ladigan bo'lsa, ular sizga qiyomat kuni hamma bir-biriga dushman bo'lganda, hatto ota-onalar ham sizga savob bera olmayotgan vaqtda ular sizga do'st bo'ladi. Al-akhillau yawma idin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Khalil, ya'ni haqiqiy do'stlar ham
juda bir dunyoda haqiqiy do'st deganlar ham bir-biriga dushman, magar muttaqillar bir-biriga do'st bo'ladi. Shuning uchun muttaqillarga imom peshvo bo'lay degan narsani so'rash bu ixlosga, boshqa narsalarga zid emas, birodarlar. Mana bu hadis shariflarning mazmunidan biz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerakki, hech qachon amal maqbul bo'lmaydi, magar ixlos sifati bilangina maqbul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo amalni qabul qilmaydi, magar ikkita sifatga ega bo'lgan amalni qabul qiladi. Bu qabul bo'lishligi birinchi ixlos, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rizosigina maqsad qilingan bo'lishligi kerak va shariatga muvofiq, kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Demak, ibodat Allohning o'ziga bo'lishligi kerak va hamda Alloh buyurgan suratda bo'lishligi kerak. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib val amalus solih. Allohning huzuriga kalimut tayyib val amalus solih, ya'ni pokiza amalgina, faqat eng ixlos bilan bo'lgan amal va shariatga muvofiq bo'lgan amalgina ko'tariladi. Biz shundan o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari shu bizning xulosamizni ga dalolat qiladi. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Qalu ya Rasululloh va la anta. Va la qala va la ana illa an yataghammadani Allohu bi rahmatihi. Jannatga hech kim amali bilan kira olmaydi dedilar. Ya'ni amal bunchalik katta amal qila olmaydiki, u jannatda beriladigan mukofotga loyiq bo'ladigan amalni qila olmaydi kishi. Shunda ashoblar so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, sizni amalingiz ham jannatga kirishlikka, sizni olib kirishlikka yetarli bo'lmaydimi?" deganlarda, "Meni amalim ham jannatga olib kira olmaydi" dedilar. Magar Alloh o'zining rahmati bilan burkagandagina, o'ragandagina jannatga Allohning fazli bilan kiraman. Chunki Alloh ulug'iyat sifati, banda ubudiyat sifati. Qul hojasini, buyrug'ini qiladi. Undan mukofot olishlik uchun qilmaydi. Dunyoning qullari shunday, birodarlar. Qul masalan o'zining hojat sayyidini, buyrug'ini o'ylamasdan, fikrlamasdan qiladi. Undan bir mukofotni umid qilmaydi. Mukofotni umid qilmasdan qul o'zini buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qoladi. Uning hikmati haqida ham boshi yurgizmaydi, fikr yurgizmaydi. Hojam buyurdi, qildim deydi. Mukofotni talab ham qilmaydi. Demak, inson ham Alloh subhanahu va taoloning quli, Alloh uning hojasi, haqiqiy hojasi Alloh tarafidan bo'lgan buyruqni, Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qilmoqlik kerak. Va Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lgandagi ixlos vujudga keladi, buyurgandek bajarishlik bilan kitob va sunnatga muvofiq bo'ladi. Ana Alloh subhanahu va taolo endi buni jannat bilan mukofotlashligi unga marhamatan, fazlan uni mukofotlaydi. Uning qilgan amali Alloh tarafidan beriladigan jannatga loyiq bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz mukofotga sazovor bo'lamiz nima bilan? Ixlos bilan, birodarlar. Ana bu ixlos butun amallarning asosi, dinning negizi va mag'zidir. Agar ixlos sifati topilmasa, bu qilinayotgan amallar hammasi mana shu dunyoning o'zida qoladi, birodarlar. Shuning uchun hozirgi birinchi darsimizning ham dinimizning mag'zi bo'lgan ixlosdan boshladikki, agar biz mana shu g'ishtni, bu darsimizning imoratiga shu g'ishtni to'g'ri qo'yib olsak, har bir amalni shu ixlos asosiga qilib olganimizdagina, biz amalimiz maqbul bo'ladigan maydonga chiqamiz. Bo'lmasam, bizning kechasi turib ibodat qilganlarimiz agar Alloh rizosi uchun bo'lmasa, qilib yurgan yaxshiliklarimiz Alloh rizosi uchun bo'lmasa, bir ixlos bilan bir marta oddiy amalni qilgan odam bizdan afzal bo'ladi, birodar. Shuning uchun banda o'zining har bir qilgan harakatini Alloh subhanahu va taoloning rizosini uchun qilmoqligi kerak. Men deydilar, tobiinlardan bittalari ashab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 70 kishini ko'rdimki, bularni barobariga biror bir kishini
teng qilib bo'lmaydigan katta sahobalardan 70 kishini ko'rdimki, kechasi-yu kunduzi ichi bilan tashinib bir xil qilishlikka harakat qilishardilarki, munofiqlikdan qo'rqib. Hattoki mana ko'p darslarimizda bayon qilganmiz, Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallohu anhu dan bu kishini mana hammamiz bilamiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirlari deb yod qilinardi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sirlarini bu kishiga aytar ekanlar. Bu kishida bir Alloh bergan qobiliyat bor ekanki, hech bir bu so'zni birovga aytmas ekanlar. Ba'zi sahobalar so'rashar ekanlar shu kishidan. Hattoki Huzayfa ibn al-Yamani bir janozaga bormasalar, ba'zi sahobalar shu kishiga qarab borishar ekanlar. Bu kishi bormaganliklari, uzursiz bormagan bo'lsalar, munofiq bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganliklari buni munofiqligini, shuning uchun bormas ekanlar. Umar ibn Xattob ko'proq shu haqda ko'p o'ylar ekanlar. Hattoki shu zot ham nifoqdan qo'rqar ekanlarki, "Ya Huzayfa" dedilar. "Allohga qasam ichib so'raymanki, hal addani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minal munafiqin" degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlardan sanaganmilar yo'qmi? Allohga qasam ichib aytaman, ayamasdan gapirgin degan ekanlar. Yo'q degan ekanlar. Shu javobni bergan ekanlar. Inson o'zining ixlos sifatini yo'qotishlik bilan munofiq safiga kiradi. Chunki iymon nima? Iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Iymon til bilan iqror bo'lish, qalb bilan e'tiqod qilish va islomning rukunlariga amal qilish. Uchovi. Munofiqda til bilan iqror bo'lish topiladi va rukunlarga amal qilish topiladi. Biz qatorimizda yurib namoz o'qiradi. Hattoki shu josuslik qilib maosh olib farzand tarbiyalayotgan josus ham safizda namoz o'qib yuraveradi. Tilida la ilaha illalloh deyveradi. Agar til bilan bo'lgan amalga va zohirda ko'ringan amaldagi bilan mukofot barobar bo'ladigan bo'lsa, eng katta munofiq bilan eng katta ixlosli odamning mukofoti barobar bo'lgan bo'ladi. Demak, shu ixlos sifati topilmaganligi uchun o'rtadagi i'tiqodun bil janan, qalb bilan bo'lgan e'tiqod topilmaganligi uchun u do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, agar bir shu ixlos sifatini paydo qilishlikka harakat qilmas ekanmiz, bizning amalimiz hammasi habata bo'ladi. Oyat kalimaning ma'nosi vallohu alam shuki va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahud-din hunafa. Biz faqat tilimiz bilan iqror bo'lishga ma'mur bo'lmaganmiz. Yo'inki zohirda bir amal qilib qo'yishlikka ma'mur bo'lmaganmiz. Dinni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilib, ixlos sifati bilan amal qilishlikka biz ma'mur bo'lganmiz. Agar bu sifatni vujudga keltirmasak, Alloh subhanahu va taoloning oldiga borib talab qiladigan mukofot yo'q bizga birodarlar. Nimaga? Odamlar uchun bo'lsa, odamlar seni maqtagan deydi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda amaliz yoki boshqaga o'zingizni xaridoringiz nihoyatda ko'payib ketayotgan vaqtda o'zingizni bir tekshirib ko'ring. Xaridoringiz yo'qolib borayotganda alhamdulillahki shu vaqtda menga ham ixlos sifati nasib bo'lyapti deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum va lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruka va atubu ilayh. Mana shu va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadi va alihi va ashabihi ajma'in. Birinchi bugungi darsimiz mana shundan iborat birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu sifatga hammamizni muvaffaq qilsin. O'tgan vaqtdagi gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, ixlos ne'matini bizga ham Alloh taolo nasib qilsin. Agar shu sifatga agar biz muttasib bo'lsak, boshqa narsalar bizga zarar qilmaydi. Alloh bizga biz amallarimizga muhtoj emas. Biz qulligimizni shunday Allohga ko'rsatib, butun vujudimiz bilan qulman degan narsani, ixlosni ko'rsatishligimiz biz ma'mur bo'lganmiz. Mana shu ma'mur bo'lgan narsani ko'rsata olsak, Alloh tarafidan bo'lgan mukofotga sazovor bo'lamiz. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil jannah. Allohning beradigan matosi qiymatdir, arzon emas. Allohning beradigan matosi jannatdir. Mana shunday bilmoqligimiz kerak. Bu jannat faqat ixlos sifatiga ega bo'lgan zotlarnikidir. Agar ahli jannatlarning zikrini ko'rsangiz,
O'ylaysizki, meni amalim qayerda-yu, ahli jannatning amallari qayerda? Ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan, ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan deysa, do'zax ahllarining sifatlarini ko'rsangiz, ularning ko'rib, alhamdulillah men bunchalik rasvo bo'lmadim-u degan xayolda bo'lasiz. Demak, doim mu'min kishi xavf va rajoda, qo'rquv va Allohning azobidan qo'rquv va Allohning rahmatidan umid qilishida yashamoqligi kerak. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va ta'ala shu darsimizni doim davom etishlikka Alloh nasib qilsin inshaalloh. Ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Imom Navoiyning Riyozus Solihin kitoblaridan Riyozus Solihin degani solih kishilarning bog'lari degani. Ya'ni har bir kishi o'zi qalbi tang bo'lganda bir bog'ga kirib yozilib chiqadi. Lekin dunyoning bog'lari, xususan hozirgi davrda ma'siyat ko'p, Allohga osiy bo'ladigan gunohlarni ko'rib, mo'min odam qalbi tang oladi. Bu solih kishilarga bog'ki, solih kishilar mana bu joyga bir Imom Navoiy bog' qilib qo'ygan ekanlar. Shu bog'dagi gullar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari, tobiinlardan rivoyat qilingan narsalar va shu bog'larda biz ham har kuni bir kirib chiqsak, nihoyatda agar solih bo'lsa, qalbimizda salohiyat bo'lsa, shun bilan bir yozilishlik vujudga keladi. Ibn Shumosa rivoyat qiladilarki, Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ni jon taslim qilayotgan vaqtlarda kirib ko'rgani bordik deydilar. Amr ibn al-As bu kishi Misrni fath qilgan kishi. Misr viloyatining islom keltirishligiga sabab bo'lgan, islomga ko'p xizmat qilgan kishilardan. Ammo avvalgi hayotida islomga bu kishi qarshi bo'lib yashaganlar. Ammo keyingi davrda islomni qabul qilib, islomda ko'p xizmatlar qilib, islomning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turib rivojlanishligiga sabab bo'lgan kishilardan va eng katta ne'matlardan bittasi Misr viloyatining fath bo'lib, Misr xalqining musulmon bo'lishligiga ko'p katta xizmat qilgan kishilardan hisoblanadi. Mana bu kishini oldiga kirganimizda jon taslim qilayotgan soatlarida kirib bordik deydilar. Fabaka tawilan, ko'p yig'ladilar deydilar. Hammamiz ham bir kuni jon taslim qilamiz. Shu jon taslim qilishlikni bilib yo taslim qilamiz yo to'satdan bo'ladi. Bu mana shu soat hammamizga keladi. Men hozir shu ajib shu kitobni ochsam, shu yer chiqib qoldi. Hammamizga ham shu o'ylanadigan bir soat keladi shunda. Va hawwala wajhahu ila al-jidar, yuzlarini devor tarafga burib oldilar, ko'p yig'lab. O'g'illari Abdulloh ibn Amr ibn al-As ulug' sahobalardan edilar. Bu kishi dadalariga ayta boshladilar. Ya abata, men mazmunini aytib berganim ma'qulroq, vaqt qisqaligidan, ey dadajon dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga bunday bashoratlar bermadimi? Bunday bashoratlar bermadimi? Nimcha ko'p yig'laysiz degan mazmunni da ya'ni yupatmoqchi bo'ldilar. Shunda yuzlarini o'g'illariga burdilarda aytdilarki, biz oxiratga tayyorgarlik ko'rgan narsalarimizning eng afzali la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi o'g'lim dedilar. Bundan biz katta narsa tayyorgarlik ko'ra olmadik dedilar. Shuncha hayotlarda islomga xizmat qilgan odam. Mening hayotim 3 qismdan tashkil topadi o'g'lim dedilar. Shunday davrlarni o'zim ko'rdimki, shunday davrlarim bo'ldiki, menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra yomonroq odam yo'q edi. Shunaqa hayotimning shunday qismi ham bo'ldi dedi. Va menga eng yaxshi suyumlik ko'rilgan narsa shu ediki, bir imkoniyat qilsam shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qatl qilib o'ldirsam deb yurardim. Shunaqa hayotimni davri ham bo'ldi deydilar. Birodarlar, insonning shunday hayoti ham bo'ladiki, hammamizda ham Allohning haqiqiy do'stini eng yomon ko'rib yashaymizda va shuni bir ko'rsam, bir adabini bersam hech bo'lmasa deb hayotni ham o'tkazib qo'yiladi.
Dahriylik davrini bosib o'tgan odamlar yo'q emas, birodarlar, biz ichimizda. Mana bu kishi ham hayotining bir qismi shunday bo'lib o'tdi deydi. Va falaw muttu ala tilkal hal kuntu min ahli nar. Agar shu holatda o'lib ketganimda jahannam ahlidan bo'lishligimda shak shubha yo'q edi. Ya'ni men shunda tamom bo'luvdim agar shu holatimda ketganimda. Chunki Allohning rasulidek ulug' zotni yomon ko'rib yashadim va shu kishini qatl qilishlikni orzu qilib yashadim dedi. Alloh subhanahu va taolo qalbimga islomni olib kirganda, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldimda, o'ng qo'lingizni uzating dedim. Bay'at qilaman, ahd beraman dedim. O'ng qo'llarini uzatdilar. Shunda qo'limni tortib oldim. Shunda ey Amr, nimaga meni bay'at qilaman deb o'ng qo'lingizni uzating deb siz o'ng qo'lingizni tortib oldingiz mendan dedilar. Aytdilarki, bir shartim bor dedilar. Xo'p, shartingizni ayting dedilar. Shartim shuki, Alloh meni sizga qarshi bo'lgan davrlarimdagi gunohimni kechirsa dedi. Shunda aytdilarki, islom o'tgan gunohlarni kechiradi dedilar. Hijrat o'tgan xatolarga kafforat bo'ladi dedilar. Demak, islom birodarlar shundayki, islom keltirib, Rabbim o'tgan xatoyimni xato qilgan hayotimda meni kechirgin deb Rabb taologa yolborib islomni sof dillik bilan qabul qilsa, Alloh kechiradi shu odamni. Bironta dunyoda yo'l yo'qki, insonning o'tgan xatosini kechiradigan. Shunday tuzumlar bo'ldiki, birodarlar, inson biror bir xato qilib, qamalib, mahbus bo'lib qolsa, shundan chiqqandan keyin yoki dadasi mahbus bo'lgan bo'lsa, boshqa mamlakatni imoratlarini ko'rib tomosha qilishlikdan ham mahrum bo'ldi. U xatoni kechirmaydi boshqa yo'llar. Ammo islom o'tgan gunohlarning hammasini kechiradi. Bu haqda biz shuni ham bilamizki, islom keltirgandan keyin o'tgan xatolarini endi biroz sen shuni qiluvding deb aytilmaydi. Mana shunday eng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lgan va u kishini bir uchratib qatl qilsam degan odamga nisbatan islom shunday muomala qildi. Ya'ni o'tgan xatolaringizni qolmaydi islom keltirgandan keyin deb oddiy inson emas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Shu kun haj o'tgan gunohlarga kafforat bo'ladi dedilar. Hajji mabrur, qabul bo'lgan haj. Halol pullar bilan bo'lgan haj, sunnatga muvofiq bo'lgan haj. Ammo hajdan kelib ham islom ahli islomga, Allohning do'stlariga qarshi bo'lib yurgan haj emas birodarlar. Shu soatdan boshlab menga eng suyimli odam, eng hurmatli odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib qoldilar. Shu kundan shunchalik ko'zimda hurmatligidiki, hayotimda ko'zimni bir tikilib u kishiga qaramagan edim. Agar bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shu bir sifatlab bering desa, men sifatlashlikka ham qodir emas edim. Shu darajada hurmat bilan yuzlariga tik qarolmagan edim. Agar shu holatda, shu soatda islomni qabul qilib shunaqa hurmatda o'lib ketganimda, ahli jannatdan bo'lardim, pokizaligimda ketib olardim dedilar. Keyin hayotimning 3-qismi men vali qilindim. Katta shaharlarga vali bo'ldim. Mana Misrga ham bu kishi aytib o'tganimizdek vali bo'ldilar. Bu valilikda nima ishlar qildim, Alloh o'zi biladi dedilar. Men juda ham shu holatlarimdan qo'rqaman dedilar. Endi shu o'zimda huquq kelgan vaqtlarda zulmlar qilib qo'ydimmikin, nima qildim, mana bundan qo'rqaman dedilar. Shuning uchun oxiratga ketayotgan amalimning eng yaxshisi, olib ketayotgan amallarimning yaxshisi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedilar. Vafot qilsam, meni orqamdan biror ovozini chiqarib yig'lagan odamni ergashtirmaylar. Orqamdan bir o't yoqmaylar. Ilgarigi jahiliyat davrida o't yoqar ekan. Hozirgi jahiliyatda ham birov tanga chachadi, birov pul chachadi tobut ustiga. Go'yoki shunaqa bir jahilliklar qiladigan ishlar hozir ham ko'p. Ilgarigi jahilliklarda dod faryod bilan hayotida hech hurmatini qilmasdan dod faryod qilib ergashadigan odamlar bo'lar ekan. Nor o'tdi, lekin o't yoqvarar ekan. Dafn qilsanglar meni ustimga tuproqni, ya'ni tuproqni ustiga bir suv sepib qo'yinglar dedilar.
qabrimni atrofida ozgina turinglar, bir tuya so'ygan miqdorcha. Arablar tuya elat xalqi bo'lgani uchun hayvonni bir pasda so'yib qo'yishadi, birodarlar. Bir ozgina muddat turinglarda, shu men Rabbimga sizlar bilan unisib olib turay, menga savol javobga kirgan elchilarga qo'limdan kelganicha bir yaxshi javob qilishda dahshat bo'lmay tursin, meni haqqimga bir istig'for aytib, duo qilib turinglar, ozgina ketmasdan degan ekanlar. Mana bu Amr ibn al-As radhiyallohu anhu shunchalik Misrni fath qilgan kishining hayotlari. Buni men taqqos qilsak, hammamiz hayotimiz ham shu ko'pchilikning hayoti shunday bo'ladi. Bir qismi islomni ko'p kishilar do'st tutmasdan, balki ham musulmonlar deb musulmonlarga nafrat bilan qarab, musulmonlarni olimlarga ham nafrat bilan qarab o'tkazadi. Yo islom bilan kurashadi, yo masjidni buzib yashagan bo'ladi, yoki ahli islomlarni habs qilib yashagan bo'ladi. Mana bu narsa hayotining bir qismi bo'ladi. Islomni bir haqiqatini bilib qabul qiladi ba'zi kishilar. Alloh baxt saodatli qilgan, qabul qilgan vaqtida islom o'tgan gunohlariga kafforat bo'ladi. Ammo islomdan keyin ba'zi ko'p bu tavbalar qilgandan keyin ko'p xatolarga ham yo'l qo'yib qo'yadi. Mana bu kishi orzu qilyaptilarki, shu islomni qabul qilgan soatimda o'tib ketganimda ahli jannat bo'lib qolardim degan ekanlar. Mana shuning uchun birodarlar, hammamiz ham o'lim to'shagida Alloh nasib qilsa yotamiz, bo'lmasam yotishga ham ulgurmaymiz. Mana bu soatda ko'z oldingizdan hayotingizda qilgan ishlaringiz keladi. Islomni 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiganingiz, islom Qur'onlarni bilganingiz, Qur'on darslarini o'rganganingiz, hadis darslarini o'rganganlaringizga hamd aytasiz. Ammo birovlarga zulm qilgan bo'lsangiz, birovlarning haqqini nohaq yegan bo'lsangiz, birovlarning yetimlarning molini yegan bo'lsangiz, mana bunday zulmlar qilgan bo'lsangiz, ko'z oldingizdan o'tib, menga nima zarur edi? Shu ozgina hayot ekan, mana ketyapman Allohning huzuriga deb ko'p nadomatlar qilasiz. Yoshlar ko'p nadomat qiladi. Mast qiluvchi ichimliklarni ichganligiga, qimorlar o'ynaganiga ko'p attanglar qiladi. Bu hayot shu ekan-u, men uchun nima uchun kerak edi bu narsalar deb attang qiladi. Shuning uchun har bir odam shu soatda Alloh nasib qilsa yotadi, ko'z oldidan keladi. Farzandlarimning hamma olib bergan dunyosiga quvonibman, afsus bularni hidoyati haqida o'ylamabman deb ko'p attanglar qiladi birodarlar. Vali bo'lib, rahbar bo'lib ishlagan kishilar qo'l ostidagilarga zulm qilgan bo'lsa, men mana shu valilik, shu ahvolim shu ekan, mana shu holatda ekanman, ko'p zulmlar qilibman, menga nima zarur edi bu zulmlar deb ko'p attanglar qiladi birodarlar. Bu soat albatta keladi. Bunda shak shubha yo'q. Bu soatda faqat inson hayotida qilgan, islomiy Allohning buyrug'ini qilgan, rasulini buyrug'ini qilgan ishlargagina quvonadi. Boshqa narsaga quvonmaydi. Haromdan topgan dunyolarga quvonmaydi. Bu vaqtda poralariga quvonmaydi. Mana shu soatda faqat halollik bilan yashaganligiga o'zi quvonadi xolos. Shuning uchun o'zining g'oyasi, o'zining pok g'oyasi yo'lida yashab davom etib ketishlik har kimga nasib bo'lmaydi birodarlar. Pokiza bo'lib yashashlik, Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy bandasi bo'lib yashashlik hammaga nasib bo'lmaydi birodarlar. Alloh baxtli qilgan kishilarga bu nasib bo'ladi. Inson ozgina dovdirashlik bilan, ozgina zulm bilan o'zgarib qoladi. Shuning uchun mana shu kun hammamizga keladi. Shu vaqtda ko'p yuragimizdan yig'laymiz. Juda ham u yig'ini biz hayotda shuni tirikligimizda ko'p yig'lamoqligimiz kerak. Ana shu vaqtda ko'p afsus nadomatlar bo'ladi. Biz ham mana shu amonatni, Allohning amonatini xalqlarga aytib olganimizga inshaalloh shu kundan Alloh nasib qilib shunday yotish nasib bo'lsa, Allohga hamd aytamizki, shu amonatni hech kimni rioya qilmasdan, xalqlarni obro'siga aldanmasdan, xalqlarning qarshiligiga aldanmasdan shu amonatni yetkazishlikni Alloh nasib qilsin deb Allohdan faqat shu narsani so'raymizki, shu amonatiki, haqiqat amonatini odamlarning ustiga bu yetkazib qo'yishlik. Xohlasin odamlar haqiqatlarni qabul qilib jannatga daxil bo'lsin, xohlasin uni qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Mana bu narsa amonatdir olimlar ustida.
mahalla mo'ysafitlari ustida amonatdir. Yoshlarni namozga chaqirish, haqiqatga chaqirish, Allohning bandasi bo'lishlikka chaqirish mahalla peshvolarining amonatidir. Ertaga yoshlar aytadi, biz bularni to'riga o'tkazardik, hurmat qilardik, bularni biror so'z aytsak bajarardik deyshadi. Ular shuning uchun shu amonatlarni har birimiz yetkazib qo'yishligimiz vazifamizdir. Bunga Alloh juda katta ajr beradi, birodarlar. Bu ajr ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson hayoliga kelmagan katta bir dabdabalik qasrlar Allohning jannatidir bu. Bu jannatda biz berilgan noz-ne'matlar misli yo'qdir. Bu jannatda beriladigan hatto shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir joydan o'tib ketayotganlarda ipak libos ko'rildida, shu libosni oling elchilar kelganda kiyasiz deganlarda, Sa'd ibn Muozning jannatdagi qo'lini artib tashlaydigan sochig'i ham bu libosdan yaxshi dedilar. Shuning uchun shunaqa jannatning mukofotini beradi. Shuning uchun dunyoda biz islom bizni hamma tayyibotlarni halol qildi bizga. Pokiza narsalarni, pokiza liboslarni halol qildi. Bizni hayotdan mahrum qilishga, ruhoniyat tarki dunyo qilishga buyurmadi. Shu dunyoda turib, dunyoni qalbimizga joylamay, qo'limizga joylashlikka buyurdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga hidoyat qilsin. Haqni yetkazishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu xonadonda o'tgan ajdodlarni Alloh taolo rahmat qilsin. Gunohlarni mag'firat qilsin. Ibodatlarni Alloh qabul qilsin. Qabrlarni jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Hammamizni ham o'tgan ajdodlarimizni Alloh rahmat qilsin. Qabrlarni jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Birodarlar, qabr yo jannat bog'chasidan bir bog'cha, yo jahannam chuqurlaridan bir chuqur, boshqa narsa emas, birodarlar. Mana shuning uchun shu kunga ishlashlik kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu farzandni salohiyatli farzand qilsin. Din islomga xizmat qiladigan farzand qilsin. Umriga Alloh taolo barakot bersin va haq yo'lda barqaror qilsin. Din islomga xizmat qiladigan qilsin. Kamolotini ota-onalariga ko'rsatsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taala hammamizni ham farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. كتابر إخلاص حق دب أزجنا صحبة الجنب الذي شنو دواما الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. صدق الله العظيم. الله تعالى من شاءت كلمة ey mo'minlar, o'zinglarni qilgan yaxshilik sadaqotinglarni minnat bilan, kishilarga ozor berishlik bilan bekorga chiqaravermanglar. Xuddi yaxshi amallarni qilib, orqasidan minnat qilib, shuni ozor bergan odamlarni misoli odamlarga riyokorlik bilan sarflagan odamlarga o'xshaydi. Odamlarga riyokorlik bilan mol, davlat ehson qilgan kishiga hech qanday bir ajr yo'q edi. Shunga o'xshagan yaxshi yo'llarga sarf qilib turib orqasidan minnat qilgan
ozor bergan kishini misollari xuddi shunga o'xshaydi. Bularda ham hech qanday yaxshilik bo'lmaydi. Va la yu'minu billahi val yawmil akhir. Alloh taoloni buyrug'iga muvofiq sadoqatni bermasdan riyokorlik bilan ihson qilgan kishini Alloh taolo Allohga qiyomat kuniga iymon keltirmagan kishilarga qatoriga qo'yadi. Mana oyatning mazmun iborasini ko'rilsa, odamlarni ko'rsin deb Xudoga ishonmasdan qiyomatga ishonmagan odamdaqa ihson qilib yurmaylar deyapti. Agar Allohga bo'lgan iymoni qalbida bo'lganda, qiyomat kuniga bo'lgan iymon qalbida bo'lganda, u odamlarni ko'rishligini hisobdan chiqarib olardi. Ana odamlarni ko'rishligini hisobini qilgan odamni Alloh taolo Allohga yu qiyomat kuniga iymon keltirmagan kishilar haqida sanayapti. Mana shundan ortiqcha riyokor kishilarga ortiqcha buncha mav'iza yo'q. Mana shu bilan o'nglanmagan riyokor kishilar boshqa pand nasihat bilan o'nglanmaydi. Ularning qilayotgan yaxshiliklari, agar yaxshilik deb atasak, xuddi bir silliq toshga o'xshaydiki, ustida chang to'zon tuproqlar turgan silliq toshga o'xshaydi. Uning ustiga qattiq bir sel yoqqan. Sel yoqqandan keyin tosh silliq bo'lsa, ustida turgan narsa bir yopishqoq narsa bo'lmasa, u chang to'zon tuproq bo'lsa, uning ustiga qattiq yomg'ir yoqsa, sud-siydon qilib qo'yadi. Hech narsa qilmaydi. Agar bir katta silliq toshning ustiga tuproq tashlab qo'yilgan bo'lsa, odam buni bir ajoyib bir adirlik ekan, bir serhosil bir joy bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin qattiq bir yomg'ir yoqqandan keyin, ya'ni minnat qilishligi, qilgan ehsonim riyokorlik bilan yoki minnat qiladigan ehsonlarni turishishi bir amonat tuproqqa o'xshaydi. Qattiq yomg'ir yoqqandan keyin yo'qolib ketadi narsa. Ana biror narsaga qodir bo'lmaydi. Silliq toshning ustida bir narsani undirishlik yo boshqani imkoniyati yo'q. Allohning rizosida ihson qilganlarning misoli deydi, bir baland adirlikka o'xshaydiki, nihoyatda unumdor o'zi yomg'ir yoqqan sari singib, hosilni ko'paytirib beraveradigan joyga o'xshaydi. Haligi ko'rinishda bir xil bo'lgani uchun katta bir silliq toshning ustida ham turpoq tursa adirga o'xshab turadi, boshqa bir haqiqiy adirga o'xshab turadi. Ko'rinishda shunday, lekin bitta yomg'irdan keyin ikkovining juda katta farqi bo'lib qoladi. U unumdor yerga aylanadi, bu faqat hech qanday narsani hosil bermaydigan joyga aylanadi. Shunga o'xshagan riyo amallari bilan qilayotgan odamlarning ishi bilan Allohning rizosi uchun qilayotgan amallarning misoli ko'rinishda bir xilga o'xshagan bilan haqiqatda mana hozirgi misoldan iborat. Shuning uchun har bir amalni xolislik bilan qilishlik uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam axlis dinaka yakfikal amalul qalil. Dinini xolis qilgin, senga ozgina amal ham kifoya qilib qoladi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ma'nosini nima ma'no ekanligini bildirishlik uchun Tabuk g'azotini mashunga misol qilib ko'rsatdik. Tabuk g'azotida bir og'ir holat vujudga keldi. Hamma ashabi kiromlar og'ir ahvolda edilar. Ular hali endi xurmolari pishganida xurmolarni savdosini ham qilishmagan edi. Qo'llarida umumiy odamlarda hech narsa yo'q edi. Uzoq safarga jihodga ketayotganlarda ko'p kishiliklar o'zlarining jihozlari yetarsiz bo'lganligi uchun qolishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, o'zlariga jihozda yordam berishligini so'raganlarda ko'p ashoblar yetarli narsalarni berishdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu tamomiy mollarini berdilar. Umar ibn Xattob yarim mollarini berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhuga bir bola chaqaga bir narsa qo'yib chiqdingizmi deganlarda, bola chaqamga Alloh rasulini qo'yib chiqdim dedilar. Ana Umar ibn Xattob mollarining yarimlarini berdilar.
shunchalik fidoyilik qilishligiga qaramasdan ba'zi sahoba ikromlar jihozlar tayyor bo'lmaganligidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida hech narsa qolmadi jihozlashlik uchun. Shunda men sizlarda qodir emasman, endi hech narsa topolmayman deganlardan keyin hammalari faryod qilishib uylariga qaytishlarki, ularga har bir narsadan mahrum bo'lishlik oson edi, lekin Rasululloh bilan birga jihodda ishtirok etishlikdan mahrum bo'lishlikka chidolmasdilar bular. Ana shunda qolishganlarga ko'p yig'lashib, ularning qalblari nihoyatda ixlos bilan to'lgan edi. Qaytib ketishdilar. Qur'oni Karim ularni jangdan qolgan kishini, islom jihodidan qolgan kishi gunohi kabira bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bilan birga bo'lgan jihoddan 3 kishi qolgan edi. Shu jihodda gaplashishlikdan hammani qaytarganlar. Hech kim gaplashmay qo'ygan ular bilan. Hatto oilalarni ham chetga chiqishlikka buyurdilar. Oilalariga ham chetlanib yurishdilar. Hech kim go'yoki biroz salom desa ham aliga olmadi. 50 kun shunday og'ir ahvolda qolishdilar ular. Ana 50 kunda Alloh subhanahu va taolo ularning tavbalarini xolisligi sababli qabul qildi. Shunda yig'lab qaytib ketganlarni Alloh taolo Qur'onda ularga gunoh yo'q, ko'zlari yoshga to'lib jangdan qolganliklariga attan qilib ketgan kishilarning gunohi yo'q degan oyat tushgan. Yo'lda mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabukka ketayotganlarda ketayotgan o'zlarining suhbatdoshlariga aytdilarki, inna aqwaman khalafana bil madina ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru dedilar. Madinada bizni orqamizda ko'p kishilar qolishdilar. Biz qaysi bir vodiyga kirsak, qaysi bir o'ringa tushsak, ular biz bilan birga bo'lishdi dedilar. O'zlari Madinada tursalar ham bizlar bilan birga bo'lishdi dedilar. Ularni uzr olib qoldi dedilar. U qolgan kishilar bizdan martabasi past kishilar emas dedilar. Ana haligi niyatning xolisligi sababli jangdan qolgan kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ishtirok etgan kishilar safida bo'ldilar. Mana shu narsani bilishimiz kerakki, har bir kishi o'zi yaxshilik qilishlikni uning yo'lini ham bilmoqlik kerak. Dunyoda yaxshilikni qilib oxiratda ko'p ko'rib qolib, balki qilmagan odamlardan ko'ra ham gunoh ko'p bo'lgan holatda bo'lmasligimiz kerak mana shu narsani. Islom unaqa hali yuzaki amallarni e'tiborga olmaydi. Faqat ixlos bilan har bir narsani bo'lishligini nima qiladi. Hatto ixlos bilan bajarilgan oddiy amallar ham Allohning huzurida katta amallar qatoriga kiradi. Kecha ham mana gapirib o'tdik, shuni ozgina davom ettirib qo'ydik. Alloh taolo Parvardigor bizlarni mana shu ixlos sifatiga